Hozir mau topa börekka payda qoto desa nurg'un ali berib o'sha topini yeyishdan yanmaysizlar. Yana palani yedi, palani bir hayvanın mayğını 6 ay bir yerga kümab qop, yoki qo'qasi ko'ydab saqlab qop 6 oydan keyin yeysa go'har o'tgan desa, unimi qilishini yanmaydigan nurg'un erlarimiz bor. Hozir 99% erkishining hammasining xiyoli mushu börekida qoldi. Endi bu börekinglarga kuyonganinglar yaxshi ish. Bu yerda bir eski ishtimidi? Börekka kuyinish, börekni sog'lom qilish, nihoyat yaxshi bo'lgan bir ish. Lekin mushu börekga 10 ming ko'ylak do'ydim doktor, 20 ming ko'ylak do'ydim degan kishilar oldi bilan sizlarninki mushu jigiringlar, ma'zi bezinglar, yurak mingni sog'lom. Chunki mushu börek yeyotgan mushu dorilaringlar mushu jigardan sog'lom o'taladimi? Jigar tutib oldimi, tutib olmadimi do'ranglarni? Yurak mingda to'slab qoldimi, qolmadimi? Ma'zi beziga yolda tixinbak kuchib ketib, bu börekdan oysiz tixinbak kuchaytyaptimi, kuchaytmadimi? Shunga börekni nuqul holdagi böreklarga dor ishlatgan odam oldi bilan mushu jigiringlardagi masalalarni, yurak mingidagi masalalarni, ma'zi bezidagi masalalarni hal qila olgan bo'lsanglar, qanday tipninki börek işletken doğru işletenler %100% sizlerge menfaatini kuralaysiz. Lekin oshqozon, uchay, jigar, minga, yurak qatorliq a'zolarni inga cho'rib qaptib, nuqul holdagi börek işletken doğru işletganlarga o'rdakni suyuq mingda o'tib ketadi. Men ba'zanlarga mushunda dedim, oldi bilan jigardagi bir may erisin yoki bo'lmasa bir jigarga harorat pasaysin deb men mushularga odat intan sovuq tabaqlik chiqargan sharbatlarni bersam börek'e küçük gitti. Doktor börek'e bak küçük gitti. Sana bu şerbetli börek'ne bak ne olsa doğru kendi. Vay bu ay ciğerle yürek mının darısı ma va. Bu fakat aşağıdaki tosağın açkandaki neç vaxtına yakın tutup kalgan. Biz ciğerle tutup durvagan börek'nin kuvvet dağları emdi beripti. Ben de düşündüm. Demek sizlerge yavatkan bu şu börek'ni küşenetkan doğrular nokul halda börek'e bivası baralışı natayı. Şuna börek'ni küşenetkan doğrularını istemak kılıştan aldığı sizler ciğerinlarını yurak minglarni yo'l verini to'solg'ularni ravon qilib atgan bo'lsanglar, to'g'ri haqiqatan yaxshi manfaat qiladi.